boqish kerak. Now bizarniki, ertangi kun bizarniki deb boqish kerak. Poytaxtimizdagi 69-sonli umumta'lim maktabida o'quvchilarning birinchi darslari O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning porloq xotirasiga bag'ishlangan xotira darslari bilan boshlandi. Ularning aytgan gaplarini biz yodimizda muhrlab va qilgan ishlarini avaylab asrab, demak, mustaqil hayotda yanada o'z o'rnimizni ko'rsatib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarishga barchamiz so'z beramiz va harakat qilamiz. Yoshlarga yurtboshimiz Islom Karimov rahnamoligida yurtimizda 25 yil davomida amalga oshirilgan ezgu ishlar haqida so'zlandi. O'quvchilar uning yorqin hayot yo'li aks ettirilgan video filmni tomosha qilishar ekan, ular o'z tuyg'ularini yashira olishmadi. Qadim yurtga qaytsin qadim nabolarim, qumlar bosib qurimasin daryolarim, alpomishga alla aytgan momolarim, ruhini shod etay desang xalq bo'lganim. Yangi 2016-2017 o'quv yilida respublikamizdagi umumta'lim maktablarining birinchi sinfiga qadam qo'ygan 640 ming nafar bolaga prezident sovg'asi sifatida 12 nomdagi o'quv qurollari va o'quvchi sumkasidan iborat sovg'alar topshirildi.